Assalomu alaykum, mana parranda ishqibozlari. Tovuqlaringizni mana bundan buyoq qish kelyapti, qayerda boqishni bilmayapsizmi? Mana bunga o'xshagan mana ham qishki ham yozgi kataklarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu katakimizning razmeri, общий razmeri uzunligi 2 metr, sandig'i bilan 240 ga boradi. Mana bu yerda mana tuxumlash joylari bor. Ikkita xonachasi bor bu yerda. Uyalari polni MDF da o'ralgan. Mana bu yerda mana oynalarni qo'yib qo'yganmiz, ichkariga yorug'lik berib turish uchun. Mana qishga ichkariga kirib, kechqurun spalni yotoqxonalari bor. Ikki qator ichida qo'nog'i ham bor, ichkarida ham. Malol tovuqlarimiz damlarni olib, issiqni tuxumlashaveradi. Tovuqlarimiz esa Adlerskiy zotiga mansub bo'lib, bularni tuxumidan ham zakaz olamiz. Don yeydigan joylari, eshiklari ham mana juda o'zgacha uslubda. Juda chiroyli holatda tayyorlangan, kraskalariga hamma joyatiga garantiyali katak. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Qushlarga deysizlarmi, kaptarlarga deysizlarmi, mana bunaqa katta gigant kataklarni ham yasab beraveramiz. Mana 100% profildan bo'lgan bu katagimiz. Juda keng, juda katta holatda. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, plus belgisini bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Bundan da chiroyli, bundan da zo'r kataklarimiz bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Qiziqqanlar esa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Uch tumani Jidako'pada joylashgan.